Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men sizni oldingizga bitta judayam katta savol bilan keldim. Podpiskamda nechta ayol bo'lsa, hamma shu savol bergan. Shuni siz bizlarga shu savol javobini aytasiz deb keldim. Mayli. Bu savolim shuki, men o'zim ham ikkita o'g'lim bor, bitta qizim bor. Ko'p onalar aytibdiki, biza yemay yedirdik, ichmay ichirib katta qildik farzandlarimizni, o'g'illarimizni. Shuning uchun kelin bizlarni ishlagan oyligini bizlarga berish kerak, bizlarga qarash kerak, qarilik bizdan ham, yoshlik bizdan ham, xizmat biz qilish kerak deb. Meni bir savol qiziqtirib qoldi, o'zimni ham lichdan, shu podpiskamdagi ayollarni ham. Nimagadir bizlarni erkaklari o'ylantirganlardan keyin nima uchun xotinlari qaytarish kerak bu narsani? Nima uchun o'g'illaridan trebus qilmasdan kelinlaridan trebus qilyaptilar? Shu savol javobini hech qaysi biz topolmayapmiz oxtar. Bu yerda birinchi masala bor. Nima uchun qaynona keliniga bu talabni qo'yadi? Nima uchun kelinim meni boqish kerak, meni pulini berish kerak, meni xizmatimda bo'lish kerak? Qisqacha qilib aytganda, kelin meni cho'rim bo'lish kerak degan talabni qo'yishadi. Bu yerda farzand o'stirayotgan ona farzandini qo'liga olgan vaqtida, o'stirayotgan vaqtda farzandiga bo'lgan muhabbati shartli bo'ladi. Qanaqa shartli bo'ladi? Men farzand o'stiryapman. Kelajakda farzandim meni qaragan vaqtimda, u uylangan vaqtida yoki farzandi ma'lum bir yoshga yetgan vaqtida menga yordam berish uchun, men pul ishlamagan vaqtim menga pul berish uchun degan birinchi qarashni ilgari surishadi. Bu bir. Birinchi sabab bu bo'ladi. Ikkinchi sababi nima? O'zi kelin bo'lib turib azob chekkanligi uchun, qiynalganligi uchun va ikkinchi shartni shuni qo'yadi. Men ham qiynaldim, xuddi u ham qiynalish kerak. Men ham berdim, u ham berish kerak. Lekin bu yerda zamon va makon unutiladi. Zamon va makon bu nima degani? Bundan bir 20 yil oldin Gulshan opa e'tibor bersangiz agar bitta uyda juda ham ko'pchilik turardi va imkoni yo'q edi, misol uchun boshqa joyga chiqishga, kimdir moddiy jihatdan, kimdir chiqishni istamagan va o'sha vaziyatda, o'sha holatda kelinlar sigir sog'gan, tandirga non yopgan, ammo vaqt o'zgardi. Vaqt o'tishi bilan ijtimoiylashuv bo'ldi. Tandirga non yopishga hojat yo'q yoki bo'lmasa sigir sog'ishga hojat yo'q. Puling bor, ishla, barchasini o'zing sotib olishing mumkin. Xo'p, keyin talab qo'yilganda nima qilish kerak? Talab qo'yilayotgan vaqtda kelinlikni vazifasi degan joyga borda, vazifasiga kirayotgan narsalar bor, vazifasiga kirmayotgan narsalar bor. Hatto kelinlar ham o'sha chegarani bilish, qaynotalar hatto chegarani bilish kerak. Chegara nima degan? Ichki kiyimlarni yuvdiradigan darajada bo'lish kerak emas-da. Borda shunaqa. Malades, ko'rdingizmi? Ya'ni qaynona aytadiki, o'zi qaynona bo'lib turibdi. Aytasan qaynotangda ichki kiyimlarni yuvishga majbursan deb aytadi. Bu o'sha chegaradan o'sha o'tdi bu. Ko'rdingizmi? Ammo mayli kiyimini yuvish mumkin, kiyimini dazmollash mumkin, ovqatini pishirish mumkin. U kelinning ixtiyorida. Bu yerdan bitta savol tug'iladi. Kelin xizmatini qilmasligining sababi nimada? Nima uchun qaynotasi xizmatini qilmaydi? Buni ikkita sabab bo'ladi. Haqiqatdan birinchi sababi haqiqatdan kelin yo tarbiyasiz bo'ladi. Ikkinchi sababi qaynota kelin hurmat qilishga arziydigan odamlar emas. Masalani yana bitta savol bilan to'ldiramiz. Qaynota kelin hurmat qiladigan darajadagi insonlar bo'lmaydi degan so'z qanaqa bo'ladi? Har doim tanqid qilinsa, kamchilik qidirilsa, ovqatidan ham, ishidan ham hamma narsaga aralashsa, bu o'z hurmatini yo'qotadi. Masala shunda. Shuning uchun bu vaziyatda o'g'illar ota-onani manipulyatsiyasiga uchmasdan turib, voy bolam, sen xotining sendan ustunmi, xotining bizdan ustunmi degan vaqtda o'g'il qayerdadir aya ustun degan javobni qo'shtirnoq ichida bera olish kerak. Nima uchun ota-onadan ustun bo'ldi ayolim? Men kechqurun bu bilan uxlayman, sizlar bilan emas. Ikkita farzandi bo'lsa, ikkita farzand dunyoga keltirdi bu. Sizlar emas misol uchun. Men sizlarni ota-ona sifatida hurmat qilaman. Sizlarning o'rinlaringizni qiymati yo'q, joyi, o'rni yo'q. Mendan qarang, ota-ona xotiningni mendan ustun qo'yapsanmi deyishi o'zi nodonlik. Ahmoqlik. Tushunyapsizmi? O'zidan o'zini obro'yini pastga, o'zini hurmatini pastga tushirib. Mana juda ham ko'p savollar keladi, aytadilarki, o'zi ham qaynona bo'lasan, hozir sen kelinsan, o'zi ham shuning uchun kelinlarga yon bosasan deb. Lekin o'zim hech qachon bunday bo'lishni istamayman ham, chunki men ham qaynonamlar juda ham dunyo qarashlari juda ham boshqacha. O'g'illarim отдельно yashataman desam, mana negativni gapirishadiki, kelinni boshidan mana shunday ushlaysan, keyin shunday ketadi hayot. Lekin mana shunday boshidan mana shunday ushlamaganlar. Men o'zim 43 kun yashab отдельно chiqqanman. 11 yil отдельно yashaganman. Hozirda birgalikda yashaymiz, lekin men xohlaymanki farzandlarimni hayotga qo'shilmasdan, например,
ayoling unday, ayoling bunday deymiz. Baxtli bo'lib, отдельно yashaydilar mana negativni gapiradilar shu narsa. Shu o'ylagan narsamni xohlamanki, ayrim insonlar biz mana bu aralashaverib hayotini buzaydigan odamlar balki o'ylab ko'rsin demoqchi bo'laman. Lekin meni noto'g'ri tushunadilar shu gap. Yo'q, avvalo bu gap noto'g'ri aytilishi. Sen avval o'zing qaynona bo'lib ol, keyin sen o'zing bilasan. Nima uchun? Bunga bir misol keltiraman. Mana kardiolog bor, shifokor. Shifokor yuragida nuqsoni bor insonni davolaydi. Lekin savol tug'iladi. Demak, u o'zi yuragida nuqsoni bormi yoki shu nuqsonni davolaganmi? Shunchaki o'ylashimiz kerak-da. Tafakkur qilishimiz kerak. Yoki bo'lmasa, o'sha har qanday sohani misol keltirishingiz mumkin. Ya'ni bu degani o'qituvchini bolasi hammasi olim bo'ldi degani emas. Yoki o'sha narsani boshidan to'g'ri, kimdir shunaqa vaziyatlari bor, uni boshingizdan o'tkazishingiz kerak emas. Shart emas, chunki insonga bu uchun tafakkur berilgan, bu uchun bilim berilgan, bu uchun ilm berilgan. Ya'ni nima uchun? Masalan, tasavvur qiling-da, siz endi bitta kelin haqida, kelin tarbiya qilish haqida qaynona bo'lib turib, bitta keliningiz bilan o'g'lingizni ajratib yuborib, keyin tushunishingiz kerak emas-da. Men shunaqa oilalarni bilaman. Hatto 3 ta 4 ta kelini bor, hali kelin ushlashni bilmaydi. Qo'pol bo'lsa ham. Ya'ni ushlash deganda kelinni ushlash emas, unga muomala qilish deyiladi. Ha, Qayerdadir kelinni rag'batlantirish, qayerdadir uni tushunish, qayerdadir mehrini berish, qayerdadir uni qo'llab-quvvatlash, qayerdadir onadan ham ortiq bo'lish. Nima qiladi? 4 ta kelin bo'layotgan bo'lsa, 4 ta kelinni 4 xil ko'rza ko'radi, bittasiga beradi mehr, bittasidan mehrni qizg'onadi, bittasiga umuman jirkib tashlaydi. Demak, shuning uchun noto'g'ri narsa. Noto'g'riligi shundaki, sen o'zing qaynona bo'lsang, sen o'zing bilasan. Sen qayerdan bilasan, u qanaqa qaynona bo'ladi? Balki u sendan ham yaxshi qaynona bo'lar. Balki u qaynona bo'lishga hozir tayyordir. Masala shunda. Shuning uchun bu gaplarga ta'sirlanish kerak emas. Bu psixologiyada manipulyatsiya deyiladi. Manipulyatsiya, ya'ni qancha ko'p insonlar sizni tanqid qilsa, qancha odamlar sizni kamchiligingizni aytsa va kamchiligingizni oxirida yechimlar bo'lmayotgan bo'lsa, hatto siz vaqti kelib turib, u so'zlaringizga ham shubha qilishni boshlaysiz. Nahotki men yaxshi qaynona bo'lmasam, nahotki yaxshi qaynona bo'la olmasam degan ichingizda bir gumon bo'ladi. Yo'q, hali qaynona bo'ling, hali o'g'lingizni uylantiring. Hammasini vaqt ko'rsatadi. Bo'ldi. Masalasi shu buni. Yana endi hozir agar juda ham ko'p vaqt kerak siz bilan gaplashishimiz uchun, chunki juda ham ko'p savollar kelgan. Bu endi o'sha savollardan hali bittasida bu. Keyin ham yana shunday narsalar bor. Pul bermaydigan erlar haqida gapiradilar-ki, o'yga kelgandan qaynonalari endi onasiga pulini beradi, xo'jayin ayolga bermaydi. Ayollarga ham pul kerak, nima uchun? Biza hamma narsani ham qaynona bizdan so'ra olmaymiz. Biz ayol bizlarga ham o'zimizga yarasha kerak bo'lgan narsalarimiz bor. Например, aptekadan ketib oladigan narsamiz bo'lishi mumkin. Endi aytmasam bo'lmadi уже. Ko'p shunaqa savollar keyin bitta qosh terishga keta olmasalar 50 ming pul bermaydiganlar qosh terishga yoki bir soch kraska qilishimi, sochlar oqaradi qizlar biz, например. Juda ham ko'p melish narsalardan kelib chiqqan, lekin juda ham katta muammolar, pullar qo'llab pul ko'rmaydi-da. Hay pampersni olib kelib beradilar, ro'zg'orlarni olib kelib beradilar. Lekin ayol kishi bitta naski ola olmasa o'zi yoki bitta ich kiyimini ola olmasa-da, qanday so'rash kerak pul erdan? Birinchi bu yerda savol beriladi. O'sha erkakni o'sha moddiy jihatdan pul topish yaxshimi? Bu birinchisi. Agar javob ha bo'layotgan bo'lsa, haqiqatan ham u pulini ortiqcha puli bormi? Misol uchun deylik. Ya'ni ro'zg'ordan orttiryaptimi? Farzandlarini to'garaklardan orttira olyaptimi? Ikkinchi savol. Uchinchi savol, har ikkalasiga ham ha topish yaxshi, orttirish yaxshi, ortiqcha puli borligini bilaman. Hech qanaqa rejasi, hech qanaqa plani yo'q, g'oyasi yo'q. Ortiqcha puli bor va mana har oyda, keyingi savol, har oyda u ayolning xarajati qancha? Avval uni o'zi bilish kerak. 1 millionmi, 2 millionmi, 5 millionmi misol uchun bilish kerak o'sha narsani. Balki u ayolga eri pul bermasligining sababi, balki u ayol ishonchdan chiqib bo'lgandir. Ya'ni pul bergan vaqtda o'sha qancha oyiga masalan deylik 5 million pul berayotgan bo'lsa, shunaqa ayollar borki 5 million pulda bir kunda ko'rdim demaydi. Ha, shunaqa ham ko'p. Sovur tashlaydi. Buni ham aytib o'tishimiz kerak-da. Misol erkak keyin o'sha pul berishni qo'ymaydi-da. Masalan, lekin shunaqa odamlar bor, ayoliga pul berishni yaxshi ko'radi. Nima uchun? Chunki ayoliga ishonadi. Ayoli tejashiga ishonadi. Ayoli pulni qayerda ishlatishni biladi. Ayoli pulga nisbatan uni bilimi bor. Shuning uchun o'tirib olib erdan yoki erkakdan kamchilik qidirishdan oldin inson avvalo o'zidan qarash kerak bo'ladi. To'xta, men o'sha erimni olayotgan pulini
berayotgan pulini man qay darajada sarflayapman, ro'zg'orga ortiqcha narsa olmayaptimi? Man bo'ladi-ku ayollar, bitta kiyimi bor, yana bitta kiyim olgisi keladi. Shunday. Keyin eri pul bermayotgan bo'lsa sizga chiqadi, sizga noliydi. Voy mani erim juda ham qitmir, juda ham qattiq, juda ham ziqna, noshukur, nonko'r deb aytadi. To'xtab tur. Sani o'zing, ering senga pul bergan vaqtida sen uni qanaqa sarflading? Ko'ryapsizmi? Mana oddiy misol. Ana shu shikoyat qiluvchilarni o'zini ko'rsangiz agar, eng katta muammolar o'zida bo'ladi. Bu birinchisi. Endi ikkinchisi, erkak qanaqa ayolga pul beradi? Birinchi savol, birinchisi. Erkak eriga energiya bera oladigan ayolga pul beradi. Ya'ni u ayol qanaqa degan savol bo'ladi. U ayol so'zi juda shirin bo'ladi. Erkak u bilan gaplashib maza qiladi. Uyga borganda umrini yeydigan emas. Ikkinchisi, erkakka kuch bera oladigan. Dadasi, boringizga shukur, umringizdan baraka toping deb eriga rag'bat bera oladigan. Uchinchisi esa o'ziga berilgan xizmatini juda go'zallik bilan ado eta oladigan. Erkak oldidagi ayolini ko'rsa, ham xulqini, ham tarbiyasini, ham so'zini go'zalligini, ham qo'li shirinligini ko'rsa agar, dedi, u ayolga qanday pul berib bo'lmaydi. Siz bu gaplaringizdan keyin men ham o'zimda kamchilik topdim. Bali. Men to'g'rilanishga tarafdorman. Bali. Shuning uchun pul bermaslikni nima uchun bermayapti deb sizga murojaat qilgan vaqtlarda bu masalani savoli bor. Sani o'zing o'sha pulni ko'tarishga loyiqmisan yo'qmi? Bunga bir misol keltiraman. Tasavvur qiling, siz rahbarsiz. Sizning oldingizga bir odam kelyaptiki, "Kel, meni ishga ol. Men farroshman, meni ishga ol. Tozalikka men javob beraman" deydi. Bo'ldi. Qancha oylik olish xohlaysan? 2 million. Siz ikkita farrosh ishga oldingiz. Oradan bir oy o'tdi. Birinchi farroshga aytdingizki, "Men senga 2 million berayotgan pulimga noroziman" deb aytdingiz. Ikkinchi farroshga borki, 3 million pul qilib berdingiz ortig'i bilan. Savol, nima uchun? Chunki u o'zi ishini bilib qilgani uchundir. Nafaqat ishini bilib qilishi bilan birgalikda ishini juda go'zallik bilan ado etdi. Erkakni hayratda qoldirgan ayol har doim erni ardog'ida bo'ladi. Har doim eri hatto u ayolni ota-onasidan ham himoya qiladi. Ota-onasi gapirayotgan vaqtda hatto u erkak bo'lib turib tura oladi. Ayol o'sha bola qo'pol bo'lsa ham kechirasiz, hamma ayol turmushga chiqqan vaqtda bolaga turmushga chiqadi. Bola deganimiz qanaqa? U erkak dunyo qarashi keng, tor, misol uchun, hali kelajak haqida chuqur fikrlari yo'q, oila haqida fikrlari yo'q, oila haqida tushunchasi yo'q. Keladi 25 yoshli yigitlar. Lekin turmushga chiqadi, o'sha erkak bolaligicha qolib ketadi. 40 ga kirsa ham, lekin bittasi 40 ga kirib o'sib ketadi. Nima uchun? Uni o'stirgan ayoli bo'ladi. Qanday qilib o'stirdi? Har doim ishga kir tuflida borayotgan erkakni tuflisini chiroyli qilib artib qo'ydi. Erkak tushunib yetdi. Eri haftasiga bir marta chini yuvardi. Ayoli unga chiroyli uzumda pasta bilan shotka sovg'a qilib turib, tishini yuvishni o'rgatdi. Har kuni dazmolsiz kiyim kiyib yurardi. Uylangandan keyin dazmollanadigan kiyim kiyib yurdi. Bu o'sish emasmi? Endi sizga savol, bu ayolga qanday qilib turib hali mehr o'rda tursin, pul bermasligi mumkin. To'pqa to'g'ri aytasiz. Ko'ryapsiz? Siz ham chiroyli tushuntiribsiz hamma narsani. Farq shunda. Shuning uchun har qanday hayratlangan erkakni ishi rivojlanadi. Ishi zo'r bo'ladi. Men muvaffaqiyat qozondim degan erkakka shuni aytaman, "Sani orqangda ayoling zo'r" deyman. Sani ayoling zo'r bo'lganligi uchun sen muvaffaqiyat qozonding. Qanaqasiga ayolim zo'r? Sani bolang kasal bo'lgan vaqti, kasal bo'lmadi bolang. Bolalaringga zo'r qaradi, xizmatingni zo'r qilib qo'ydi. Uyingda muammo chiqsa hal qildi. Sensiz hal qildi, sen shuning uchun ishlading. Ko'ryapsizmi? Erkak kelsa kechqurun posudasini yuvsa, kirni yuvsa, bolasini emizsa qo'pol bo'lsa, emizish qo'ldan kelmaydi baribir. Bolasiga qarasa, ayolda vazifalarni erkak bajarayotgan bo'lsa, erkak pul topa oladi. Topa olmaydi. Shuning uchun har qanday muvaffaqiyatli erkakning orqasida ayol turadi. Ayolni pul olish masalasi bitta, umumiy qilib aytayotgan bo'lsak, erkakni hayratda qoldira olish kerak. Bu hamma joyda. Oshxonada ham, mehmon kelganda ham, uyda ham, hatto yotoqda ham. Ayol zo'rmi? Bu. U erkak zo'r. O'zimiz qo'limizda ekan. Albatta. Shuning uchun pul bermaydigan erkak yo'q, pulni ola olmaydigan noshud, farosatsiz va befam ayollar bor. Xuddi misol, bu kimgadir tegishi mumkin. Buni tan olishimiz kerak bo'ladi. Lekin odam o'zi qilgan ishlarini ko'rib chiqadi, hozir siz aytgan maslahatingizdan keyin o'ylab ko'radi. Chunki ko'pdan ko'p chiqargan reelslarimdan keyin обязательно keladi javobi, kimni qaratib chiqargan bo'lsam reelsi, imini egasini topib chiqar, o'sha odam mana chiqadi. Siz men haqimda chiqargansizdi. Keyin men aytishga haqqim yo'q. U siz haqqingizda emas edi deb, lekin ko'pdan ko'psi yetib ketadi kerakli joyi. Bali. Aytadilarki, rahmat, bergan maslahatingizdan keyin o'zgarish bo'ldi dedilar. Men hozirgi nima bizdan keyin, mana shu hozirgi gaplashgan narsalar bizdan keyin ko'rasiz,
juda ham ko'p yana SMS-da keladi rahmat deb. Chunki hozir necha minutni o'zida hamma narsani tushuntirib berdi. O'zimni ham kamchiliklarimni to'g'rilab olishimni bildim hozir gaplaringizdan. Yana bitta gapingiz mana juda ham yoqgan edi. Shuni ham aytib o'tsangiz hozir. Bir kuni kelgan edim yoningizga, bir inson dunyo o'zgartirmoqchi bo'libdi deganimda siz aytgan edingiz mana dunyo o'zgartirish kerak emas deb. Nimani o'zgartirish kerakligini bir aytsangiz, eshitib odamlar shuna qarab Dunyo deganda biz farzandlarimiz bilan munosabatimiz, biz erimizga bo'lgan munosabatimiz, biz ishimizga bo'lgan munosabatimiz, biz atrofimizda hatto dugonalarimiz va do'stlarimiz. Dunyo deganda tushunishimiz kerakki, bu umumiy holdir. Hatto kichkina narsa ham dunyoning ichiga kirib ketadi. Dunyoni o'zgartirishga uringan odam aslida aqlli emas, nodon inson. Eng kuchli, eng dono inson esa avvalo o'zgarishni o'zidan boshlaydi. O'zini o'zgartirish nima? Atrofga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi. Mana yuqorida savollar berdingiz. Ayol kishi erni o'zgartirishga harakat qiladi. Yo'q, sen eringni o'zgartirma, u o'zgarmaydi. Bo'ldi, u shunaqa buzuq, u shunaqa yomon odam deylik, seni tilingda aytayotgan bo'lsa. Sen o'zing o'zgartir. Sen o'zing yashashni boshla. Sen o'zing atrofga bo'lgan qarashingni o'zgartir. Men hatto shunaqa oilalarni bilaman va shunaqa oilalar bilan ishlaganman Gulchan opa. Kelgan er-xotin ajrashganiga yil bo'lganda, men unga aytganman. Men haligacha esimda birinchi, ikkinchi konsultatsiyalarni oldim. Ering dedim, ering sendan yarashadi dedi. Iltimos kula oldim dedi, kuldi. Firdavs debdi, "Mana 2 yil bo'ldi ajrashgan biya" debdi. Erim debdi, "1 oydan keyin uylanadi" debdi. "Bo'ldi" dedim, "Sana 1 oy vaqting bor" dedi. Ishonasizmi? Ayol haqiqatan o'zgardi. O'ziga qarashdi, e'tibor berishdi, o'zini ustida ishladi. To'yiga 1 oy qolganda, 1 hafta qolganda erkak to'yda shuni qaytardi. "Men farzandlarim va oilamni tanlayman" deb, hatto ota-onasiga qarshi chiqib turib uylandi shu ayol. Yana boshqatdan o'zi ayol bilan uylandi. Mana oddiy misol. Nima uchun? 2 yil davomida ayol o'zini yeb bitirgan. Kasallik bilan, turli xil uyda qamalib qolib, depressiv holatlar bilan. Lekin bor yo'g'i 3 hafta o'zgargan natijasida esa eri qaytib keldi. Oddiy misol. Shuning uchun dunyo mo'jizaga to'la. Har qanday mo'jizani asl sababi o'zimizda bo'ladi. Inson o'zini o'zgartirsa, qarashni o'zgartirsa, juda chiroyli bo'ladi. Mana bugungi suhbatimizdan ham agar qaysidir ayol o'ziga xulosa chiqarayotgan bo'lsa, nimani o'zgartiradigan bo'lsa, natija juda chiroyli bo'ladi. Juda go'zal natija bo'ladi. Rahmat sizga katta. Sog' bo'ling. Hali yana ko'p kelamiz. Sog' bo'ling, charchamanglar. Hammaga kuch-quvvat, sizga ham alohida rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.